Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan aloqada yana O'stermen. Xo'p, bugun sizlar bilan ko'radigan narsamiz Barsuit Prosini qanaqa qilib kraklashni o'rgataman. Undan tashqari buni qanaqa qilib ishga tushirsa bo'lishini va undan tashqari aytaylik Barsuitga extension o'rnatishni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni Foxy Proxy'ni o'rnatishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, endi bizda Barsuit 2025-yildagi versiyasi bor. Men buni kanalga ham tashlagandim. Esingizda bo'lsa. Ya'ni Java 18 yoki 22, JDK 21 bilan run qilinglar degandim. Demak, kelinglar o'sha narsani biz ko'rib o'tamiz. Xo'p, bizda demak terminal bor. Xo'p, terminalga o'tib, Barsuit Pro'ni demak biz zipdan chiqarib olishimiz kerak. Uning uchun unzip deb yozaman. Keyin Barsuit Pro'ni zipdan chiqaraman va mendan parol so'raydi. Parol bu yerda O'stermen. Xo'p, parolda kiritib oldim, ya'ni parol O'stermen. Kanalga ham tashlaganman bu yerda parolini. Xo'p, demak paroldan chiqarib olganimizdan keyin biz xo'sh, demak bizda paroldan chiqib oldi. Endi kirib olamiz ichiga. Xo'p, ichiga kirib olganimizdan keyin bizda readme'ni o'qib olishimiz kerak. O'qimasak ham bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda Java versiyasini ko'rib olamiz. Sizlarda Java bo'lmasa, shunchaki sudo apt install qilib OpenJDK deb o'rnatasizlar. OpenJDK masalan aytaylik 21 yoki default deysizlar, JDK deb o'rnatasizlar. O'shanda bizga Java o'rnatiladi JDKsi bilan. Xo'p, ana endi biz qiladigan ishimiz birinchi o'rinda buni kraklashimiz uchun barb loaderni keyinini o'rnatib olamiz. Uning uchun Java -jar deb yozaman va barb loader keyinni ishga tushiraman, ya'ni keyin fayl ishga tushiraman. Eslatib o'taman, bu crack versiyaligi uchun iloji boricha VirtualBox ishlatiladi, chunki buning ichida virus bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan. Chunki hamma cracklanchida doimiy virus bo'ladi. Xo'p, ana endi men ishga tushiraman. Xo'p, birinchi o'rinda ochganimda shunaqa oyna menda kelib chiqadi. Endi bu yerdan kraklash qanaqa bo'ladi desanglar, xo'p, mana bu so'zni o'rniga sizlar o'chirib tashab, o'zingizlarning username-laringizni kiritasizlar. Masalan, mana bu yerdagi username nima bo'lsa, masalan, mana bu yerdagi username aytaylik, menda O'stermen. Sizlarda qanaqa username bo'lsa, o'shani kirgizib olasizlar. Mana bu yerga masalan men O'stermen deb kiritib oldim. O'stermen deb kiritib olaman. Ana endi kiritib olganlaringdan keyin sizlar mana bu yerdagi 3 ta tugmani bosib olasizlar. Va sizlarda Barsuit o'rnatiladi. Tak, okey. Xo'p. Ana endi bizda ushbu oyna chiqishi kerak. Mana bu 3 ta nuqtani bosganimizdan keyin. Ana endi bu yerdan aytaylik rozilik so'rayapti mendan. Roziman deb aytaman va men mana bu yerga license keyni kiritishim so'rayapti. Mana buni Ctrl A va Ctrl S qilib saqlab, Ctrl V bilan mana bu yerga tashlab olaman. Ya'ni mana bu yerdagi aktivatsiya kalitini va next tugmasini bosaman. Ana endi manual activation tugmasini bosishim kerak. Va bu yerdan aytaylik requestni men kopiya qilib olaman. Keyin mana bu yerga requestni tashlayman. Request tashalganimdan keyin mana bu yerga va mana bu yerdagi narsani endi Ctrl A, Ctrl S qilib tashlab olaman-da. Keyin Ctrl V bilan bu yerga tashlab next tugmasini bosaman. Demak, mana bu yerdagi narsani men Ctrl V bilan birinchi tashlab olaman. Keyin menga mana bunaqa request beradi. Buni kopiya qilib bu yerga tashlab olaman. Keyin menga mana bu yerdan xabar keladi. Buni kopiya qilib olaman-da, bu yerga tashlayman. Keyin next bosaman. Shu bilan menda crack Barsuitni crack qilamiz. Shu bosqichdan keyin biz next va menda success xabari ko'rsatilyapti. Ko'rganlaringdek finish. Va menda Barsuitni hozir crack versiyasini men cracklab ochdim. 14, ya'ni 10.4 versiyasini. Xo'p, demak bizga endi orqa fondagi narsa keragi ham yo'q. Xo'p, ana endi biz doimiy aytaylik Barsuitni professional versiyasini, ya'ni pro versiyasini ishlatish huquqiga ega bo'ldik. Ya'ni bepul foydalana olamiz. Xo'p, ana endi next. Xo'p, bu yerdan start barb. Xo'p, endi buni sozlashni o'zini ko'rsatib o'taman. Xo'p, bundan chiqsam ham bo'ladi. Xo'p, demak Xo'p, demak bizda ochilganda, birinchi marta ochilganda xuddi shunaqa oyna chiqadi. Endi bu yerdan minus qilib olaman-da. Tak. Xo'p, bizga sal. Xo'p, demak bizga browser kerak bo'ladi. Bu yerdan yozishim kerak bo'lgan narsa birinchisi Foxy
proxy. Foxy proxy nima deb so'rasanglar, Foxy proxy bu barcha trafikni mani ichki lokal hostimdan o'tkazadi beradigan extension hisoblanadi. Ya'ni barcha trafikni Barb Suite orqali mana ichki lokal hostimdan o'tkazadi-da, trafikni manipulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'laman. Aniqrog'i, so'rovlarni manipulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'laman. Pastroqqa tushib, aynan bu yerdan addons mozilla.org dan yuklab olamiz. Qolgan veb-saytlardan yuklab olmaylik. Demak, mana bu addons mozilla.org dan yuklab olamiz biz. Xo'p, yana ushbu sahifadan addons mozilla.org. Ana endi bu yerdan xo'p ko'rishimiz mumkin. Tak. Bu yerdan Atto Firefox degan yozuv bor. Foxy proxy'ni qo'shish uchun aytaylik. Xo'p. Endi Atto Firefox va mendan buni qo'shasammi yo'qmi deb xabar chiqyapti. Add deb qo'shib olaman. Xo'p. Tak, mento okey. Pin qilib qo'shaman bo'ladi mana bu yerdan. Ana endi menda ko'rishimiz mumkinki, bu Foxy proxy menda hozir qo'shildi. Ana endi buni sozlash kerak bo'ladi. Buning uchun buni o'ziga bosib, bu yerdan options qatoriga o'tamiz. Yes, okey. Endi bu yerda buni ozroq sozlab oladigan qismi bor. Proxy qatoriga o'tamiz-da. Bu yerdan add tugmasini bosib, hop bu yerga o'tib olaman. Ya'ni hostname degan qismiga o'tib olaman-da. Endi men hozir Barb Suite o'ziga qaytaman. Keyin proxy degan qismidan o'tamiz. Proxy bo'limiga o'tib, proxy settings deb bosamiz. Keyin bu yerda ko'rganimizdek 127.0.0.1, ya'ni proxy listener qismini ko'rib turibmiz. Ya'ni biz qabul qiluvchi qism, ya'ni o'zimning tizimimdan ichki lokal hostimni o'tkazadigan qismini ko'ryapman. Ya'ni 127.0.0.1 va 8080 portidan o'tayotganini ko'rdim. Demak, men hozir bu yoqqa o'tib, demak 127, demak 00.0.0.1 va portiga aytaylik, hozir ko'rgan 8080. Ya'ni mana bu yerdagi 2 nuqtadan keyingi 8080 portini kiritamiz. Xo'p, ana endi boshqa narsa kerak emas. Save tugmasini bosaman. Xo'p. Save. Ana endi bu yerda ko'rganlaringizdek hozir qo'shildi. 127.0.0.1 8080 porti qo'shildi. Ichki lokal hostimdan o'tadigan aytaylik, qanaqadir nima port. Xo'p, ana endi buni sertifikatdan sozlab olishim kerak bo'ladi. Sertifikatni sozlab olishim uchun http barb suite deb yozaman. Yo'q, barb deb yozishim kerak. Uzr. Menda oppo http barb hop nima muammo Barb Suite xo'sh aytaylik bizda Barb ne kirish kerak edi, bu nimaga kirmayapti bu? Birinchi uzr 127.0.1 ga o'tkazib olaman. Hammasi nimani aytaylik, proxyni. Mana undan keyin kirishim kerak, uzr. Mana endi kiradi. 127.0.1 dan o'tgandan keyin kiradi. Uzr, nimaga kirmayapti deb o'tibman bu yerdan beri. Xo'p, endi biz sertifikatni yuklab olamiz. Sertifikat yuklab olinadi. Ya'ni Barb Suite professionalni nimasi sertifikatini yuklab oldik. Ana endi Barb Suite o'ziga qaytaman. Xo'p, o'ziga emas, aytaylik, biz birinchi qiladigan ishim hozir settingsga o'tishim kerak. Bu yerdan privacy and security qismiga o'taman. Pastroqqa tushib, tak, bu yerdan sertifikat bo'limidan web certificates degan qismni bosaman va sizlarda your certificates turgan bo'lsa, uni authoritiesga o'tkazib olasizlar. Demak, authoritiesdan import bo'limini tanlaymiz. Va biz hozirgina yuklab olgan, downloadsda yuklab olgan aytaylik, sertifikatni tanlab olamiz. Bu yer downloadsda bo'ladi, mana bu yerda. Xo'p, open. Hammasini belgilayman. Mana bu ikkalasini ham belgilab olaman. Ya'ni website va email userlar uchun sertifikatlar hammasini identifikatsiya qilishini belgilab oldim va OK tugmasini bosaman. Bu yerdan ham OK. Va bizda o'zi tayyor, hammasi sertifikatlar o'rnatildi. Ana endi qiladigan yana bitta ishimiz bor. Bu nima desanglar? Bu about
about config dan qilinadigan narsa. About config deb ikki nuqta bilan yozdimda, restga roziman, enter va bu yerdan network nuqta hop allow tak network hijacking network local tak bu yerdan hop sozlanadigan narsa bor edi. Tak network xo'sh network proxy bo'lish kerak adashmasam. Network proxy allow hijacking degan qism bor. Bu false holatda turibdi. Sizlar uni mana bu yerdan true holatga o'tkazib olasizlar. Demak, network proxy allow hijackingni biz true holatga o'tkazib olamiz mana bu qismdan. Va hammasi joyida, tayyor, hamma narsa sozlandi. Ana endi hammasi tayyor desam ham bo'ladi. Ana endi hop, bemalol foydalansak bo'ladi endi bundan Barbsuit Pro versiyasidan. Demak, sozlashni ko'rsatib o'tdim. Endi bemalol foydalansanglar bo'ladi. Hop, bu yerdan foydalanishga kerakli ko'rsatib o'taman. Intercept on. Aytaylik Google yoki aytaylik kali.org. Hop, biz so'rovni tutib oldik. Get so'rovini ko'rganlaringdek, metodi get. Hop, hali ham kirgani yo'q. Agar biz forward qiladigan bo'lsak, bu so'rov o'tib ketadi. Yoki drop. Hop, ko'rganlaringdek hammasi sozlandi va biz so'rovni mana bu yerda tutib oldik. Endi buni bemalol aytaylik analiz qilishimiz mumkin yoki aytaylik qanaqadir buni repeaterga yuborishim mumkin masalan va bu yerdan yana so'rovni send qilishim mumkin. Hop, va bu yerdan response qaytadi. Men request yuboraman, bu yerdan response qaytadi. Hop, demak, ko'rdinglar, biz buni sozlab oldik, ko'rsatdim. Ya'ni har doim Barbdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda mana bu disable emas, mana 127.0.1 ga qo'yib olasiz 80.80.80 portiga. Chunki hamma proxy, ya'ni hamma trafikni sizlar ichki lokal hostlar orqali o'tkazadi va sizlar qanaqadir trafikni tutib olgan bo'lsanglar, uni manipulyatsiya qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan aloqada O'ztermen bo'ldi.